3 kun qolish, deylik, tog'li joylarda butunlay hamma hujayralarda o'shaligi ortib to'lib qolgan shlaklar, karbonat angidrid, u deymiz, shular kislorod bilan ta'minlanib, inson juda ham rohatlanadi. Mana masalan, hushdan ketish kasalliklarida davri bor. Sopir deydi. Birinchi bo'lib miyaning ustki qismi, aql, farosat uchun javob beradigan qismi kislorod bilan ta'minlanishi kamaygani uchun odam hali hushdan ketib boshlaydi. Ko'z oldi qorong'ilashib boshlaydi. Undan tashqari men ko'zga hattoki o'rtacha mikroskoplarda ko'rinmaydigan har bir hujayrani teshigiga kirib bora oladigan yomon zarrachalar ob-havodagi. Ularni organizmga ham yomon ta'siri bor. Shuning uchun birinchi navbatda mana shu Ibn Sino aytgan, boshqa tabiblar ham aytgan, agar havoda g'ubor bo'lmaganda edi, inson 1000 yil umr ko'rardi degan gapida asos bor.